Assalamu alaikum hürmetlik televizor kögüçler. Uyghur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alımız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tonuşturumuz. Türkiyədəki məşhur bay Murat Ülker'nin bayanatı kişilərin narazılıqqa uçurdu. Torontoda Uyghur xeyir saxavət keçirigi ötküzüldü. Lager şahidi Sayragül Saud ailesi bilan birlikdə Şvetsiyaya getib gəldi. Qazaqstan xalqı bugün yeni prezidentini saylaş üçün sandıqqa bağlı. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarını bolsun. Türkiye Vatan Partiyasının uyuşturuşu bilen İstanbul'da ötküzülgen Türkiye-Xitay ticaret iştah yığınıda Yıldız Şirketler Guruhi Başkuruş Heyeti Reisi Murat Ülker'nin "Hemmemiz Xitay'nın yenida" degan sözü kişilerinin qattiq narazılıqqa uçurdu. 27 may İstanbul'da çağırılgan yığın Türkiye'deki bazı televiziya kanallarında tarqıtılgandan keyin ijtimoiy taratqularda nurg'un kişiler narazılık bayanatı e'lon qildi. Parlament a'zosi Mustafa Yenaroğlu e'lon qilgan bayonotida şirket xo'jayini qayil qilarliq bayonot e'lon qilmoqcha Ülker markaliq mallarni setib olmaydiganligini bildirgan. U bayonotida mazkur shirkatning Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan inson qilipidan chiqqan besim siyosatini unutib, Xitoyga mal setishning qo'ydi ekanligini, shunga Ülker markaliq buyumlarni iste'mol qilmaydiganligini bayon qilgan. Yıldız Şirketler Guruhi Türkiye'deki en çoğun şirketler guruhi bulup, köprek, yemek-içmek ve şokolad ticareti bilen şug'ullandı. Mazkur şirketning qurg'uvchisi Murat Ülker'ning dadisi Sabri Ülker Efendi, Uyg'urlarning ayni zamondagi Türkiye turishliq rahbari Aysa Yusupalptekin Efendiga, Sharq Turkiston vaqfiga va Uyg'urlarga yordam qilgan. Ülker şirketining qurg'uvchisi Sabri Ülker 2012-yili olamdan o'tgandan keyin uning o'g'li Murat Ülker mazkur şirketler guruhining xo'jayinlik vazifasini o'z ustiga olgan. Burun Uyg'urlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilgan Ülker oila shirkati 3 milliondan ortiq Uyg'ur jazo lageriga so'langan bugungi kunda Xitoy tarafda turadiganligini o'tirg'a qo'ydi. Hozir Vatan Partiyasi deb atilgan burunqi ishchi partiyasi kommunizm ideyasini yoqlaydigan bir siyosiy partiya bo'lib, mazkur partiya 1975-yili Xitoy Kommunistik partiyasi bilan do'stlik ahdinomasi tuzib, Turkiya-Xitoy munosabatini kuchaytirishga tirishmoqda. Mazkur partiyaning ulusal televiziyasi mazkur yig'inni naq maydonda tarqatgandan keyin Türkiye'deki Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining qattiq norozilikka uchirdi. iyun Kanada'nın Toronto şehrida yo'qolayotgan Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish va uni namoyon qilish maqsadida kechirik o'tkazildi. Bu 2019-yili Torontoda o'tkazilgan tunji qitimliq Uyg'ur xayr saxovat va san'at kechirigi bo'lib, kechirik nihoyatda qizg'in va dag'dug'liq o'tkazildi. Keçilikka 600 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Uyg'ur naqsh usullaridan eli xalq kuylari, hozirgi zamon Uyg'ur naqshlari va piyola usuli qatorliq sarxil numurlardan baharlandi. Uyg'ur milliy kiyimlarini kiygan yosh qiz o'g'illar Uyg'urlarning beshiga kelgan musibatni har xil tillarda anglatgan bo'lsa, omaq qizlar naqsh usullari bilan ko'rurmanlarga unutqusiz xush kayfiyat baxsh etdi. Sayragül Saudbay Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan lager shohidlarining biri bo'lib, bultur 8-oyda Almutada ichilgan siyosiy panohlik sotida o'zining Mo'ng'ul ko'ra noyasidagi yepiq tarbiya lagerida o'qituvchilik qilgan mezgilida lagerlarga oid maxfiy materiallarni ko'rganligini, mahbuslarga yurgizgan xo'rlash va qiyin qistoqlarga shohid bo'lganligini ilgari surgan edi. Lekin u Qozog'iston soqchilari tomonidan tutqun qilinib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan. Onun delosi Qozog'istondagi Atayurt fidoyilari tashkilotining yordami va qo'llashi bilan Qozog'iston jamoati va xalqaroliq axborotlarning jiddiy diqqatini qo'zg'agan edi. Atayurt tashkilotining bildirishicha, 3-iyun Sayragül Saudbayning Qozog'istondan Shvetsiyaga qarab yo'lga chiqqanligini, uning Shvetsiyaga borgandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining yordamida siyosiy panohlik tilash ehtimolligi borligini bildirdi. Sayragülning bultur 8-oydagi soti va sot qaroridan keyin bir guruhpa kishilar uning uyiga kelib, uning lagerda ko'rganlari haqida so'zlamasligini, undaq bo'lmaydigan oqibatiga o'zi mas'ul bo'lganligi haqida ogohlantirgan ekan. Şunun bilan u advokati va boshqalarning hech bo'lmaganda Qozog'istonda panohlanish iltimosi qabul bo'lg'ichi bo'lsa-mu, jim turib turish haqidagi nasihatlari natijasida Xitoydagi lagerlar haqida so'zlashni to'xtatgan. Shundaq bo'lishiga qaramay, uning Qozog'istonda panohlanish iltimosi 2 qatim rad qilingan ekan. Qozog'iston prezident saylimi 9-iyun, ya'ni bugun elib berilgan bo'lib, vaqtliq prezident vazifasini o'tayotgan Qosim-Jo'mart qatorliq 7 nomzod qatnashgan. Qozog'iston saylam markazining bildirishicha, bilet tashlash ishlari shu yerning vaqti atigan soat 7 da boshlanib, kech soat 8 da oxirlashadi ekan.
Qozog'iston davlat ichi va sirtida bo'lib, jami 9968 bilet tashlash o'rni bekitilgan bo'lib, 41 davlat bilan 9 xalqarалық tashkilotdan kelgan 1013 nafar xalqarалық kuzatuvchilarning nazorati ostida elib berildi. Shundaqla saylam ishlarining sog'lom va o'ngishli bo'lishi uchun 19 ming qonun ijro qiluvchi xodimlar vazifa o'tagan. Bilet tashlash va bilet sanash xizmatlari bo'lsa, eng kechikandimi 12 soat ichida oxirlashib, bir hafta ichida saylam natijalari muayyanlashishi, e'lon qilinishi va saylangan prezidentning Markaziy saylom komiteti tomonidan ro'yxatga ilinishi tamomlanadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.